2 yoshli karis o'g'limni yangi yilga olgan sovg'alarini bugun raspakovka chek qilamiz. Meni karis oilam yangi yilga ham, Krismas bayramiga ham pijamalarini ilib qo'yishgan. Umuman nishonlashmaydi va bir-biriga sovg'a ham bermas ekan. Shuning uchun karis xolamiz bilan karis pochamiz 2 yoshli o'g'limga umuman sovg'a berishmadi. Bu ikkita sovg'a esa kattasi Nazokat xolamizdan, kichkinasi mendan. O'g'limga ingliz tilini o'rgansin deb shunaqa avtobuscha sovg'a qildim. U endi 2 yosh bo'lganligi uchun shu avtobusni ko'proq yaxshi ko'rdi, chunki har xil so'zlar va qo'shiqlarni eshitsa bo'ladi. Va rangi ham har xil bo'lganligi uchun sovuga ko'proq rang-barang narsalar yoqar ekan. Ko'rib turganingizdek, pultli mashinadan nafaqat sovuq, balki-da itvachchamiz ham qo'rqib qochib ketyapti. Karis qaynonam chekkiga o'tirib olib, aroqlar bilan ovqat yeb, kinolarini ko'ryaptilar. Xullas, 2 yoshli o'g'limni yangi yilga olgan birinchi marta sovg'alari xuddi shu narsalar bo'ldi. Siz bolangiz uchun nimalar sovg'a qildingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.